Assalomu alaykum. Bozor uchun kanali obunachilar. Hamma kutayotgan video xudo xolasa eski bozorga kirib kelganmiz, Farg'ona Kirgiliga. Bugun 3-yanvar do'stlar, 2026-yilga ham kirib keldik. Juda ham foydali narsalar ko'p. Qayerdan boshlaymiz? Mana shu yerdan boshlayveramiz. Propan balon so'raganlarga bitta dvijoklarimiz bor, trimmer bor ekan, dori sepadigan apparatlarimizgacha yangi chiqdi. Flyaga so'raganlarga flyagalar. Ular ham bitta narxlarni bilib qo'yamiz. Flyagalar qancha bo'lyapti, og'a? 400 ming. 400 mingdan kelasiz, kam bor yana. Ishlar tozami? Ishlar toza mana. Ikkita ekan do'stlar. Ikkita flyagamiz alyuminiumlar. 400 ming yana kam bor deyapti. Mana qanaqa apparat? 500 ming. Bu temir kesadimi mana? Ha. Temir kesadigan-a? Bitta stolni qo'ysa, listlarni madalaveradi bemalol. Ara o'tkazsam bo'ladi. Ara o'tkazsam bo'laveradi, aytmoqchi. Ara o'tkazlagani ham yaxshi. Gap yo'q. Oldingi nasoslarimiz bor ekan, esingizda paytdagi nasoslar. Xo'p, buni maktabda bo'lardi bu paytlar. 45 minut bo'lgandan keyin chalinardi. Qo'ng'iroq. Aravacha so'raganlarga aravamiz bor ekan, alyumin bo'lishi kerak. Aravamiz ham o'zidami, tog'a? Arava so'rashyapti, 2 g'ildirlik. Qancha bu narxi? 80 ming. 800 ming. 800 ming. 80 ming degan hayron bo'ldim. 800 ming ekan do'stlar. G'ildirak 2 g'ildirlik arava olaman deganlarga. Ko'ryapsizlar, 2 g'ildirlik aravamiz ham bor ekan. Kichkina flagalarimiz ham o'zimizdanmi, tog'a? Kichkinalari ham o'zimizdan ekan. Bular qancha narxi? 80 ming. Bular 80 mingdan ekan do'stlar, flagalarimiz. Gaz kanaldan o'xtaramiz. Bozor uchun aka. Propanlar kimdan aka? Egasi yo'q bular. Hop. Tog'amiz yoshlar kattaroq ekan, injiqroq ekan. Nomerlarini so'ramay qo'yverdim. Kelaverasizlar chetga. Bugun video qo'yiladi. Xo'p. Velozapchaslar, bu tomonda yangilar olmay qo'yamiz. Eski narsalar qidiramiz do'stlar. Retro buyumlarni qidiramiz. Retro buyumlardan bittasi ko'pchilik bilmaydi bu nimaligini. Solyarna lampa deyiladi bu. Kichikroq variant ekan. Gap yo'qmi? Narx qancha ekan lampamizni? 35 ming deyapman. 35 ming. Kami bor yana? 30 mingga beraman. 30 mingga berib oladi gap yo'q. Xo'p, tomonda nimalarimiz bor? Xo'p. Medni ekan, kelishamiz. Ha? Mednimi bu aka? Olmayga. Kimsiz? Qancha ekan narxi bu aka? $100. $100. Gap yo'qmi? Alyuminisini ko'rgandim, ammo mednisini ko'rmadim. Mednisi ham chiqdi, ammo kichikroq ekan bu. $100 ekan. Med endi qimmat bo'ladi, kilosidan bilasizlar. Xo'p, medallarimiz bor ekan har xildan. Lenin ham bor ekan. Tillosiz, tillo mislisiz. Perforatimiz bor ekan, Slavmash. Bunda o'zi bu. Ayni. Samakini yoqishtirib qo'yaverasiz. Bombonlar yopishtiriladi. Xo'p, bular ko'rsatganmiz, ko'rgansizlar soatlarda har xili bor. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, tog'a? O'tgan safar ko'rsatuvdim. Yangilar keldimi yo'q? Ha, soatimiz ishlayapti, o'z ko'ryapsizlar. Mexaniklar keldimi soatlar? Egasi Yo'q egasi. Egasi yo'q ekan. Xo'p.
Lokatsiya so'raganlar Telegram kanaliga kiramiz bo'lsa, Telegram kanal opsiyasiga zakrib etib qo'yaman, kommentariyga. Opsiyasida ham bo'ladi. Farg'ona oldi-sotdi Telegram kanalimiz bor. Farg'ona baraxolka gruppamiz ham bor keyin. Gruppani ham mayli yozib qo'yaman silkasini. Bemalol kirib obuna bo'lib qo'ysalaring, xudo xolasa aytgan narsalar tashishadi. Kirib obuna bo'lib, xudo xolasa foydali bo'ladi. O'zingizning sotiladigan narsalaring bo'lsa, bemalol tashishlaring mumkin. Farg'ona baraxolka gruppasiga, katta gruppa, anchadan beri yuritamiz bu gruppani. 3 yil, 4 yildan beri. Foydali narsalar tashishadi, keraksiz narsalar, sotiladigan narsalarni tashishadi. Buni olishlaring mumkin, televizormi, velosipedmi, xolodilnikmi, nima bo'lsa tashishadi sotiladigan narsalarni. Uyda nima qilganimda bemalol olib qo'yib ishlardi, ashna qildi. Mana mislarimiz bor ekan bu yerda. Yo'q, mexi yo'q. Qayerda qiladi? Ha, sintifon. Da. Qancha ekan bu narxi? Ha? Mana mismi bu? Yo'q, laton. 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 Qancha bu narxi? 150 ming. 150 ming. Nargisi mana? 250 ming. 250 ming. Mana kelacha qanaqa bu? Materiali bronza. Bronzami bu? Qancha bu narxi? 600 ming qilib beryapti. 600 ming. O yerda bitta turgan ekan, hozir ko'rdim, kichikroq. Ha, kichikroq. U medaka shekilli bilmam $100 deyapti uni. Bu sal kattaroq ekani bu. Ha. $100 deyapti. $100 deyapti. Ama og'ir ekan, kichkina ekan, og'ir. Bu mismi bu bilmayman ama. Yo'q, misbas u. Laton. Bu ham latuni? Ha, u laton. Nimaga og'ir? Kichkina bo'lib turib og'ir. Og'ir ekanda. İçinde kalyonli temiri ham bor. Bo'lishi mumkin. Manimiz nima? Bu alifon sapatlar xamir kesadigan. Bu ham latuni? Ha? Bu ham latuni. Lag'mon chiqaradiganda 400 qilib beryapman qoraga. Bu lag'mon chiqaradigan. Chaqni 500 qilib beryapman. Zavodga. Ha, ishlaydi. Mana ham kelchanikimi? Ha, men ishlayman. 200 ming. Ama katta ekan. Materiali moshniy material bor. Siz bilaman, qaritadi. Gap yo'q. Yaxshi. Mana mismi bu ham latunmi? O'g'ir ekan bu. Yo'q, laton dedi, bitta miskar kelib. Laton qancha ekan bular? Rangi qizil ekan. 200 qilib beryapman. 200 ming. Rangi qizil-ku desam, baribir laton ham oshna xili bor. Lekin menga olib kelib bergan odam Misliga ham bronza. bronza degan. Pichog'imiz qancha ekan? Pichog'ni 300 qilib beryapti. 300 ming. Gap yo'q. Lupamiz-chi? Lupani 35 qilib beryapti. Svetelniki ham bor. Gap yo'qmi? Dastavka ham qilib beramizmi, tog'a? Dastavka ham qilib beramizmi? Dastavkami? O'zingiz olib ketishaversinmi kerak? Qayerda mal? Farg'ona? Farg'ona. Farg'ona oldida yashayman, mana stansiyada, Yasekov. Marg'ilonda. Ha? Farg'onada. Spisovka qancha ekan bu? Uni 500 qilib beryapti. 500 ming. Zimni qalini, tepa pas. Ha, tepa pas, komplekt. Komplektda 500 ming ekancha qalin ekan. Yangidek turibdi ekan ama. Yangidek turibdi. Ha, yangi Moskvadan yangi yildan oldin olib kelindi. Ha, Moskvadan olib kelinibdi yangi yildan oldin. Spisovka so'raganlarga 500 ming kam bor deyilyapti. Nomeringizni ayting, tog'a? 93lik. 93lik. Nima telefon nomerimni nima qilasiz? Telefon qilishadi, nima kerak bo'lsa olib ketaveradi o'zidan borib. So'rashadi, nomerni olmayapsiz, menga shu kerak edi deb. Ha? Yo'q, qo'yavering. Shartnasi bo'ldik. Nomer berishni xohlashmadi. Xo'p. Dars yuramiz, ichkariga kiramiz. Nimalarimiz bor yana bu yerda? Sherali Jo'rayev aytyapti. Muzikaga avtorskiy berishmasa bo'ldi. Muzika o'zi qo'yib bo'lmaydi YouTube'ga bilasizlar. Ham bo'ldi Sherali Jo'rayevnikini. Normalarga shu bo'lyaptimi? Qanchaga ma'lummiz? 1 million kam bor. Ishlaydi? Yangi. Oldingilardan-da o'shani aytamiz. Paddos degan gap yo'q. 1 million kami bor. Tomon kiyim-kechak, bugun odam kam chiqdi. Bu yo'l oxirigacha borardi.
bo'lib. Ko'pchilik yangidan keyin o'ziga kiymoqchi keladi. За оба вот 250 давали вот. За это и за это. Надо было отдать. Nada bo'ladi. Xo'p, tomon tangalarimiz bor ekan. Xo'p, do'stlar. Har tomonga o'tiramiz. Bitta. Bitta o'sha narsalar yo'q ekan, ko'p kiyim-kechak, eski kiyimlar. Bugun odam kamroq nimadir. Vaqaning she'rlari. Onani hurmat qiling. Xo'p, do'stlar, videoni shu yerda tugataman. Qisqa qilib turib bugun qo'yib yuboray buni. Ko'pchilikka foydali bo'ladi. Ertaroqqa olgan narsalarimni, nomerlarini olaman deb ko'rlang. Bemalol kelib turib olishlari mumkin. Ertaroqqa joylayman hozir. Sirasi o'chiramiz videoni. Like'lar bosamiz, obuna bo'lmagan bo'lsak, obuna bo'lib qo'yamiz. Do'stlar, xudo xolasa video foydali bo'ladi. Keyingi videolar ko'rishguncha do'stlar. Bu videoda ko'rolmagan narsalarni keyingi videoda aniq topalasizlar. Keyingi videolar o'tkazib yubormanglar. Qo'ng'iroqlarni bosib qo'yamiz. Birinchi video yuklasangizlarga boradi. Keyin bemalol bosib o'rasizlar.